Rossiyadagi top mingtalikka kiruvchi oliygohlarda o'qish niyatida bo'lgan hamyurtlarimiz diqqatiga Ross universitet kompaniyasini tavsiya etamiz. Ross universitet orqali siz Rossiyani siz istagan hududida joylashgan oliygohni siz istagan yo'nalishiga o'qishga kirish imkoniga 100% egasiz. Aytgancha, Ross universitet orqali talaba bo'lgan kishilar uchun patentni endi keragi yo'q. Bu siz uchun yana bir imkoniyat. Ma'lumot uchun ekrandagi telefon raqamlariga qo'ng'iroq qiling. Assalomu alaykum qadrdon muxlis. Siz bilan siz bilgan va kutgan kanal Turfa-olam. O'zining Telegram kanalida Vladimir Zelenskiy 25-iyun kuni Belarusdan chegara hududida harbiy infratuzilma qurilishini zudlik bilan to'xtatishni hamda Rossiya bilan hamkorlikni uzishni talab qildi. Belta agentligining ushbu talabni izohlashicha, qudratli Führer o'ylab topilgan frontdagi g'alabalar bilan cheklanib qolmaslikka qaror qildi va Aleksandr Lukashenko rahbar bo'lgan mamlakatga, ya'ni Belarus Respublikasiga hujum boshlash bilan tahdid yo'lladi. Beltani qayd qilishicha, Belarus tinchlik uchun o'z tomonidan qanday qadamlar tashlash kerakligini juda yaxshi biladi. Keskinlikni yumshatish va tinchlikka qaratilgan qadamlar aynan Belarus tomonidan tashlanmoqda. Vladimirlarni kenjasini tahdididan keyin esa Belarus granit zavodi ishchilari Kiyevga maxsus video murojaat bilan chiqdi. Unda aytilishicha, Ukraina hukumati tahdiddan keyin bordi-yu, Belarusga hujum boshlaydigan bo'lsa, u holda yashin tezligida Vladimir Zelenskiy uchun maxsus qabr toshiga buyurtma berish kerak. Video murojaatdan ma'lum bo'lishicha, hujumga javob zarbalariga start berilgandan keyin Zelenskiy va uning yaqin hamtovoqlari bu ishni qilishga ulgurmay qolishi mumkin. Bu gapga esa tushungan tushundi. Eshitmaganlar uchun eslatma: 25-iyun kuni Vladimir Zelenskiy Ukraina xavfsizlik xizmati tomonidan ishlab chiqilgan Rossiyani urushni to'xtatishga undashga ta'sir ko'rsatish bo'yicha 40 kunlik operatsiya o'tkazish loyihasini tasdiqladi va Ukraina qurolli kuchlari endilikda aniqrog'i 40 kun ichida Rossiyani urushni to'xtatishga majbur qilish bilan shug'ullanmoqchi. Aytgancha, Ukraina Oliy Radasi deputati Ruslan Garbenko 1+1 telekanaliga bergan intervyusida Ukraina askarlarini 90% ta'minot yo'llarida halok bo'layotgani, shuning uchun Aleksandr Sirskiyni har 60 kunda rotatsiya o'tkazish haqidagi buyrug'ini bajarishni imkoni yo'qligini bildirgan. Ukraina Mudofaa kompaniyalari ligasi ijrochi direktori Valentin Badrak esa Ukraina hududidagi sotqinlar sababli Kiyevni bundan keyin yangi zenit raketa tizimlari ishlab chiqarishni noldan boshlashga majburligini ma'lum qilgan. Valentin Badrakni targ'ibot telemarafonida aytishicha, Ukrainada Rossiyaga eng yangi harbiy ishlanmalar joylashgan hududlar koordinatalarini uzatadigan odamlar ancha ko'pni tashkil qiladi. Uni so'zlariga ko'ra, Ukrainada faqat hozirgina haqiqiy mudofaa vaziri paydo bo'lgan. Bungacha esa undaylar bo'lmagan. Valentin Badrakning aytishicha, 2024-yil oxirida Ukrainada Shershen nomli zenit raketa majmuasi ishlab chiqilgan. To'g'ri, u ballistik raketalarga qarshi emasdi, ammo bu kompaniya ballistik nishonlarga qarshi majmua yaratish ustida ham ishlayotgan edi. 2024-yil dekabrdagi yig'ilishda Vladimir Zelenskiy shunday 3 ta majmuani sotib olish haqida topshiriq bergan. Biroq Mudofaa vazirligi bu masalaga e'tibor qaratmagan va ularni xarid qilmagan. Keyin esa Rossiyaning hujumlari vaqtida bu majmualar yo'q qilingan. Valentin Badrakning e'tiroziga ko'ra, Ukrainada xoinlar ham juda ko'p. Shu sababdan endi zenit raketa tizimlari yaratishni noldan boshlashga to'g'ri keladi. Endi Germaniyaning Hormuz bo'g'ozi bo'yicha Donald Trampga qo'ygan ayblovga yuzlanamiz. E'tiborli bo'ling. Bild agentligining axborotiga ko'ra, Germaniya mudofaa vaziri Boris Pistorius Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Trampni Hormuz bo'g'ozi atrofidagi inqirozni yuzaga keltirganlikda ayblagan. Pistoriusning so'zlariga ko'ra, aynan Tramp Germaniyaning ushbu strategik ahamiyatga ega yo'nalish orqali erkin kema qatnovini tiklashdan manfaatdor ekaniga qaramay, Hormuz bo'g'ozini yopib qo'ydi. Pistoriusning qayd etishicha, Germaniyaga bo'g'ozda kema qatnovi xavfsizligini ta'minlash bo'yicha harbiy missiyani boshlash uchun qo'shni davlatlar Eron va Ummonni roziligi zarur. Pistorius shuningdek, bunday missiyani Bundestag tomonidan tezda ma'qullanishi dargumon ekanini bildirgan. Uning aytishicha, Amerika Qo'shma Shtatlari va Eron o'rtasida Shveysariyada o'tkazilayotgan muzokaralar barqaror o't ochishni to'xtatishga olib keladimi yo'qmi, hozircha noaniqligicha qolmoqda.
Endi Finlandiyada yuzaga kelgan inqiroz haqida to'liq axborot beramiz. Diqqat bilan eshiting. Helsinki sanomat agentligining xabariga ko'ra, dunyoning eng baxtli mamlakati Finlandiyada 2026-yil may oyida ishsizlik darajasi keskin oshib 12,7% ga yetdi. Bu 1998-yil maydan beri qayd etilgan eng yuqori ko'rsatkich hisoblanadi. Nashr ma'lumotiga ko'ra, bir yil avval ishsizlik darajasi atigi 10,5% ni tashkil etgan. Hozir esa ishsizlar soni 68 ming nafarga oshib, jami 376 ming kishiga yetdi. Xususiy sektor tobora zaiflashayotgani sababli bugungi Finlandiya ishsizlik darajasi bo'yicha dunyoda birinchi o'ringa chiqdi. Bizningcha Helsinki sanomat muxbirlari bu o'rinni faqat Yevropa davlatlari bo'yicha hisobga olgan. Sababi yer sayyorasida ishsizlik darajasi yuqori davlatlarni ko'rsatkichi oldida Finlandiyaniki hatto ko'zga ko'rinmasa ham kerak. Voqealar rivojini birgalikda kuzatamiz. Turfa bilan qoling. Siz kutgan kerakli ma'lumotlar hali oldinda.